Bugun ko'pchilikni qiynayotgan savol bitta. 1 iyuldan boshlab pul tushadimi? Kimga tushadi? Qancha tushadi? Va bu mashhur 3500 ming so'm degani hamma odamning kartasiga bir xil pul keladi deganimi? Men bu mavzuni oddiy tilda chalkashtirmasdan, lekin juda aniq tushuntirib beraman. Bu ma'lum nafaqat pensionerlar yoki nafaqa oluvchilar uchun, balki ishchilar, budjet tashkilotida ishlaydiganlar, bolali oilalar, kam ta'minlanganlar, talabalar va rasmiy daromadi bor har bir inson uchun muhim. Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday qarorlar chiqqanda eng katta muammo pulning o'zida emas, odamlarning noto'g'ri tushunib qolishida bo'ladi. Kimdir o'ziga tegishli pulni so'ramay o'tkazib yuboradi. Kimdir esa umuman tegishli bo'lmagan to'lovni kutib yuradi. Men sizga aynan kim nimani kutish kerakligini, qayerdan tekshirish kerakligini va qaysi xatolardan ehtiyot bo'lish kerakligini birma-bir aytaman. Avval vaziyat qanday edi? Odatda ish haqi, pensiya, nafaqa, stipendiya yoki ayrim kompensatsiyalar belgilangan tartibda to'lanardi. Odamlar oyma-oy o'z kartasiga tushadigan summani bilardi. Lekin narxlar oshishi, yashash xarajatlari ko'payishi, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat, dori-darmon, yo'l haqi va bolalar xarajatlari ortgani uchun davlat va tashkilotlar ayrim to'lovlarni qayta ko'rib chiqadi. 1 iyul sanasi shuning uchun muhimki, ko'plab o'zgarishlar aynan oy boshidan kuchga kiradi. Bu ish haqi koeffitsiyenti, pensiya miqdori, nafaqa summasi, moddiy yordam, budjet to'lovlari yoki ayrim imtiyozlar bo'lishi mumkin. Lekin eng avvalo bitta narsani aniq aytaman. 3.500.000 so'm degani hamma fuqaroga avtomatik ravishda bir martada beriladigan pul degani emas. Bu raqam ayrim hollarda qo'shimcha daromad, qayta hisob-kitob, bir necha oy uchun farq, oylardagi bir nechta to'lov oluvchining umumiy o'sishi yoki ma'lum toifadagi odamlar oladigan maksimal qo'shimcha sifatida ko'rinishi mumkin. Masalan, bir oilada pensioner ota, nafaqa oluvchi ona, 2 nafar bola uchun ijtimoiy to'lov va budjet tashkilotida ishlaydigan farzand bo'lsa, 1 iyuldan keyingi o'zgarishlar oilaning umumiy daromadiga sezilarli ta'sir qiladi. Lekin yolg'iz o'zi ishlaydigan, rasmiy oyligi o'zgarmagan va hech qanday ijtimoiy to'lov olmaydigan odamga 3.500.000 so'm alohida tushadi deb o'ylash xato bo'ladi. Men buni 3 ta oddiy guruhga bo'lib tushuntiraman. Birinchi guruh, to'g'ridan to'g'ri to'lov oladiganlar. Bular pensiya oluvchilar, nogironlik nafaqasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam oladigan kam ta'minlangan oilalar bo'lishi mumkin. Bu guruh uchun o'zgarish eng tez seziladi. Chunki ularga tushadigan summa davlat tizimlari orqali hisoblanadi. Ikkinchi guruh, ish haqi orqali o'zgarishni sezadiganlar. Bular budjet tashkilotlari xodimlari, o'qituvchilar, shifokorlar, bog'cha xodimlari, madaniyat sohasi vakillari, ayrim davlat korxonalari ishchilari va mehnat shartnomasi asosida ishlaydigan odamlardir. Agar qaror ish haqi yoki tarif stavkasiga ta'sir qilsa, ularda oylik oshishi mumkin. Lekin bu ham hammadadir bir xil bo'lmaydi. Kimning lavozimi, stavkasi, ustamasi, ish staji, toifasi yoki hududiy koeffitsiyenti boshqacha bo'lsa, natija ham boshqacha chiqadi. Uchinchi guruh, bilvosita ta'sir sezadiganlar. Bular rasmiy minimal ko'rsatkichlarga bog'langan jarima, aliment, sug'urta, kredit to'lovi, shartnoma puli, ijara yoki boshqa hisob-kitoblarda qatnashadigan odamlardir. Ayrim to'lovlar eng kam ish haqi yoki bazaviy hisoblash miqdoriga bog'langan bo'lsa, u ko'rsatkich o'zgarganda boshqa majburiyatlar ham o'zgarishi mumkin. Shu sababli odam faqat menga pul tushadimi deb emas, mening xarajatim ham oshmaydimi deb ham tekshirishi kerak. Eng ko'p foyda ko'radiganlar odatda bir nechta asos bo'yicha to'lov oladiganlar bo'ladi. Masalan, bir kishi nafaqat oddiy pensiya oladi. Balki nogironlik bo'yicha qo'shimcha to'lov, parvarish puli, kommunal kompensatsiya yoki boshqa imtiyozga ham ega bo'lishi mumkin. Bunday holatda har bir yo'nalish alohida hisoblanadi va umumiy farq ancha katta bo'lib ko'rinadi. Misol qilib olaylik. Bir pensioner avval oyiga 1.200.000 so'm pensiya olayotgan edi. Agar qayta hisob-kitobdan keyin uning pensiyasi 1.380.000 so'mga chiqsa, oyga qo'shimcha 1.000 so'm bo'ladi. Bu bir qarashda 3.500 so'm emas. Lekin agar shu odamning oilasida yana bir pensioner bo'lsa, yana bolalar nafaqasi olsa, yana bir or kompensatsiya qo'shilsa, oila bo'yicha umumiy o'sish oyiga 400.000 yoki 600.000 so'mga yetishi mumkin. Agar bir necha oy uchun farq keyinroq bir martada o'tkazilsa,
Karta tushumida katta raqam ko'rinadi. Yana bir misol. O'qituvchi ayol bit stavka ishlaydi. Ustiga sinf rahbarligi daftar tekshirish, toifa ustamasi va boshqa ustamalar oladi. Agar faqat asosiy tarif oshsa, ustamalar ham unga bog'langan bo'lsa, yakuniy oylik ancha ko'payishi mumkin. Lekin xuddi shu maktabda yarim stavka ishlaydigan xodimning oshishi kamroq bo'ladi. Shuning uchun odamlar bir-biri bilan senga qancha tushdi, menga nega kam tushdi deb solishtirganda ko'p xafa bo'lishadi. Aslida hammaning hisob kitobi alohida. 3-misol, kam ta'minlangan oilada 3 nafar bola bor. Oila avval bolalar nafaqasi olgan. Lekin hujjatlar yangilanmagan yoki daromad ma'lumoti noto'g'ri kiritilgan. 1 iyuldan so'm oshgan bo'lsa ham tizimda maqomi faol bo'lmasa, ularga pul tushmasligi mumkin. Bu yerda muammo qarorda emas, hujjat va statusda bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, ijtimoiy to'lov kutayotgan odam faqat yangilik o'qib o'tirmasin, o'zining arizasini, maqomini va bank kartasini tekshirsin. Xavotir olish kerak bo'lgan birinchi toifa bu hujjat muddati tugayotganlar. Masalan, nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lsa, bolalar nafaqasi uchun oilaning daromad ma'lumotlari yangilanishi kerak bo'lsa, pasport yoki oyda karta ma'lumotida xatolik bo'lsa, bank kartasi bloklangan bo'lsa, pul kechikishi mumkin. Ikkinchi toifa bu norasmiy ishlaydiganlar. Agar odam rasmiy daromadini ko'rsatmay ishlayotgan bo'lsa, ijtimoiy yordam masalasida ikki xil xavf tug'iladi. Bir tomondan rasmiy daromad yo'qligi yordam olishga asos bo'lib ko'rinishi mumkin. Ikkinchi tomondan tekshiruvda yashirin daromad aniqlansa, nafaqa rad etilishi yoki ortiqcha olingan pul qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Men bunday holatda doim qonuniy yo'lni maslahat beraman. Daromadni yashirish keyin katta muammo olib keladi. 3-toifa aliment, kredit yoki qarzdorlik majburiyati borlar. Agar daromadingiz oshsa, ayrim ushlab qolishlar ham oshishi mumkin. Masalan, aliment ko'pincha daromadning foizi sifatida hisoblanadi. Oylik ko'paydi degani qo'lga tegadigan pul to'liq shu miqdorda oshdi degani emas. Kredit bo'yicha esa bank shartnomangizni tekshirish kerak. Ayrim to'lovlar qat'iy, ayrimlari indeksatsiya yoki boshqa ko'rsatkichlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Shoshilmaslik kerak bo'lganlar esa avtomatik tizimda ro'yxatda turgan va hujjatlari joyida bo'lgan odamlardir. Masalan, pensionerning kartasi faol, pasport ma'lumotlari to'g'ri, pensiya ishida muammo yo'q bo'lsa, qayta hisob kitob odatda tizim orqali amalga oshadi. Bunday odam har kuni bankka borib navbatda turishi shart emas. Lekin SMS kelmasa yoki summa odatdagidan farq qilmasa, shaxsiy kabinet, bank ilovasi yoki tegishli tashkilot orqali tekshirishi mumkin. Endi eng ko'p qiziqtirgan savolga kelaman. 500 ming so'm raqami qanday holatda real bo'lishi mumkin? Birinchi holat, bir martalik to'lov yoki kompensatsiya. Ayrim toifadagi odamlarga ma'lum sabab bilan bir martalik yordam berilishi mumkin. Masalan, og'ir ijtimoiy vaziyat, davolanish, uy-joy zarari maxsus ro'yxat yoki mahalla tavsiyasi asosida. Ikkinchi holat, bir necha oy uchun qayta hisoblangan farq. Masalan, to'lov 1 iyuldan kuchga kiradi. Lekin amalda pul avgust yoki sentabrda o'tkaziladi. Shunda iyul, avgust va ehtimol boshqa davr farqi bir joyga jamlanib kelishi mumkin. Odam kartasida katta summa ko'radi va menga 3-5 ming so'm berishdi deydi. Aslida bu bir oyning puli emas, yig'ilgan farq bo'lishi mumkin. 3-holat, oila bo'yicha umumiy daromad. Masalan, oilada 2 nafar pensioner, 1 nafar nogironlik nafaqasi oluvchi va bolalar nafaqasi bo'lsa, umumiy tushum katta bo'ladi. Lekin bu har bir kishiga emas, har bir asos bo'yicha yoki butun oila bo'yicha hisoblanadi. 4-holat, ish haqi o'sishi natijasida yillik hisob. Masalan, odamning oyligi oyga 2,9 ming so'mga oshsa, bir yil davomida bu 3,1 so'm bo'ladi. Shunda kimdir 3,5 million so'm ko'proq oladi deyishi mumkin. Lekin bu bir martlik pul emas. 12 oy davomida yig'iladigan qo'shimcha daromad. Mana shuni tushunish juda muhim. Birinchi nozikat, rasmiy manba. Men sizga qat'iy maslahat beraman, qaror haqidagi xabarni faqat rasmiy manbadan tekshiring. Prezident qarori, Vazirlar Mahkamasi qarori, vazirlik yoki jamg'arma axboroti, My.gov, pensiya tizimi, mahalla va ijtimoiy himoya organlari e'lonlari asosiy manba bo'lishi kerak. Telegramdagi qisqa sarlavha bilan hukm chiqarmang. Ikkinchi nozik jihat, kartaga tushgan pulning izohi. Ba'zan odam kartasiga pul tushadi, lekin u qaysi davr uchun, qaysi to'lov turi bo'yicha kelgani bilmaydi. Keyin noto'g'ri sarflab yuboradi. Keyin esa qaytarish talabi chiqishi mumkin.
Bank ilovasida to'lov izohini ko'ring. Agar tushunarsiz bo'lsa, to'lovni yuborgan tashkilotdan ma'lumot so'rang. 3-nozik jihat ariza berish muddati. Ayrim to'lovlar avtomatik, ayrimlari esa ariza asosida. Masalan, pensiya qayta hisoblanishi ko'pincha tizim orqali bo'lishi mumkin, lekin moddiy yordam, parvarish puli, bolalar nafaqasi yoki kompensatsiya uchun alohida murojaat talab qilinishi mumkin. Agar siz ariza bermagan bo'lsangiz, nega menga tushmadi deb hayron bo'lishdan oldin siz umuman ro'yxatga kiritilganmisiz? Shuni tekshiring. 4-nozik jihat oilaning daromadi. İjtimoiy yordamda faqat bir kishining holati emas, butun oilaning daromadi hisobga olinadi. Masalan, uyda bir odam ishlamaydi, lekin boshqa farzand rasmiy katta oylik olsa, oila kam ta'minlangan deb topilmasligi mumkin. Aksincha, oila daromadi past bo'lsa, bolalar soni ko'p bo'lsa, ijara yoki davolanish xarajatlari bo'lsa, yordam olish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. 5-nozik jihat ortiqcha to'lov xavfi. Ba'zan tizim xatosi yoki noto'g'ri ma'lumot sababli odamga ortiqcha pul o'tishi mumkin. Pulni kaldi, demak meniki deb o'ylash xavfli. Agar sizga odatdagidan juda katta summa tushsa va uning asosini bilmasangiz, darhol aniqlang. Keyin qaytarish, jarima yoki tushuntirish berish majburiyat chiqmasin. Endi men sizga nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Siz pensionermisiz, budjet xodimimisiz, nafaqa oluvchimisiz, bolali oilamisiz? Nogironlik guruhi bo'yicha to'lov olasizmi yoki faqat ish haqi olasizmi? Har bir toifaning tekshiradigan joyi boshqa. Ikkinchi qadam, rasmiy hujjatlarni tekshiring. ID karta yoki pasport, JSSR, bank karta raqami, yashash manzili, oilaviy tarkib, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik ma'lumotnomasi, pensiya guvohnomasi, mehnat shartnomasi va daromad ma'lumotlari joyida bo'lishi kerak. Hujjatdagi bitta harf xatosi ham to'lovni kechiktirishi mumkin. 3-qadam, bank kartangiz faol ekanini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi, SMS xabarnoma ulanganmi, bank ilovasiga kira olasizmi? Ko'p odam pul tushmadi deb o'ylaydi. Aslida eski kartaga ulangan, karta yopilgan yoki hisob raqami almashtirilgan bo'ladi. 4-qadam, tegishli tashkilotga murojaat qiling. Pensiya masalasida pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy himoya bo'limi, bolalar nafaqasi va moddiy yordam masalasida mahalla va ijtimoiy himoya organlari, ish haqi masalasida buxgalteriya, kadrlar bo'limi yoki tashkilot rahbariyati, stipendiya masalasida o'quv yurti buxgalteriyasi orqali aniqlang. 5-qadam, murojaatni yozma qoldiring. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin yozma ariza yanada ishonchli. Arizada shunday yozish mumkin: 1 iyuldan kuchga kirgan o'zgarishlar bo'yicha menga tegishli to'lov yoki qayta hisob-kitob mavjudligini aniqlab berishingizni so'rayman. To'lov turi, davr va hisoblangan summa haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Bunday ariza odamni aniq javob olishga yaqinlashtiradi. 6-qadam, shaxsiy kabinetlardan foydalaning. MyToyka.uz bank ilovasi, soliq yoki pensiya bilan bog'liq elektron xizmatlar orqali ko'p narsani uydan chiqmasdan tekshirsa bo'ladi. Agar yoshi katta odamlar buni qila olmasa, farzandlari yoki ishonchli yaqinlari yordam bersin. Lekin login, parol va SMS kodni begona odamlarga bermang. 7-qadam, qarindoshlar va qo'shnilar bilan taqqoslaganda ehtiyot bo'ling. Siz bilan bir mahallada yashaydigan odam ko'proq olgan bo'lishi mumkin, lekin uning asoslari boshqacha. Bolasi ko'proq, nogironlik guruhi bor, ish staji uzun, pensiya turi boshqa, ustamasi mavjud yoki bir necha oy uchun farq olgan. Shuning uchun adolatli taqqoslash faqat hujjat va hisob-kitob orqali bo'ladi. Birinchi vaziyat. Yolg'iz pensioner ona. U avval oyiga 20 million 1 so'm olayotgan edi. Iyuldan keyin to'lov oshdi va 20 million 7 ming so'm bo'ldi. Uning qo'shimchasi oyiga 7 ming so'm. Bu katta boylik emas, lekin dori-darmon, non yo'q, kommunal to'lov uchun sezilarli yordam. Agar unga yana kommunal kompensatsiya yoki parvarish puli tegishli bo'lsa, umumiy summa oshadi. Shuning uchun u faqat pensiyani emas, boshqa imtiyozlarni ham tekshirish kerak. Ikkinchi vaziyat. 2 farzandli kam ta'minlangan oila. Ota mavsumiy ishlaydi. Ona uyda bolaga qaraydi. Oilaning rasmiy daromadi past. Ular bolalar nafaqasiga ariza bergan, lekin bir hujjat yetishmagani uchun rad javobi olgan. 1 iyuldan keyingi o'zgarishdan foyda ko'rish uchun ular avval rad sababini bartaraf etish kerak. Tug'ilganlik guvohnomasi, yashash joyi, daromad ma'lumoti, oila tarkibi to'g'ri kiritilsa,
qayta murojaat qilish mumkin. Bu yerda asosiy maslahat bir marta rad bo'ldi deb taslim bo'lmang. Rad sababini bilib to'g'rilang. Uchinchi vaziyat budjet tashkilotida ishlaydigan hamshira. Uning oyligi asosiy stavka tungi navbatchilik. Ustama va ish stajidan tashkil topadi. Agar 1 iyuldan tarif qismi oshsa, faqat bitta qator emas, bir nechta qator ta'sirlanishi mumkin. Lekin qo'lga tegadigan puldan daromad solig'i, kasaba uyushmasi badali, aliment yoki kredit ushlanishi mumkin. Shuning uchun u buxgalteriyadan brutto qancha, netto qancha, qaysi qatorlar oshdi deb so'rash kerak. 4-vaziyat talaba. Agar stipendiya miqdori o'zgarsa, u ham 1 iyuldan yoki yangi o'quv davridan kuchga kirishi mumkin. Lekin hamma talabaga bir xil emas. Kontrakt yoki grant, reyting, akademik qarzdorlik, ijtimoiy stipendiya, maxsus stipendiya kabi omillar bor. Talaba dekanat yoki buxgalteriyadan aniq ma'lumot olish kerak. 5-vaziyat nogironligi bor fuqaro. Bu yerda eng muhim narsa tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlarining amal qilish muddati. Agar guruh muddati tugagan bo'lsa, to'lov avtomatik davom etmasligi mumkin. Qayta ko'rikdan vaqtida o'tish, ma'lumotnoma tizimda aks etganini tekshirish va bank rekvizitlarini yangilash zarur. Aks holda odam o'ziga tegishli pulni kech oladi. Birinchi xato. Sarlavhaga ishonib qolish. Har bir kishiga 3.500 ming so'm degan gapni ko'rgan odam darrov karta tekshiradi. Lekin qaror matnida har bir kishi emas, ayrim toifalar belgilangan tartibda ariza asosida qayta hisoblash orqali kabi iboralar bo'lishi mumkin. Men doim aytaman, sarlavha e'tibor tortadi, hujjat esa haqiqatni aytadi. Ikkinchi xato hujjatni yangilamaslik. Odam yillar oldingi ma'lumot bilan yuradi. Manzili o'zgargan, pasporti yangilangan, bank kartasi almashtirilgan, lekin tizimda eski ma'lumot qolgan. Keyin pul tushmaydi. Shuning uchun 1 yildan oldin va keyin ma'lumotlaringizni tartibga soling. 3-xato vositachilarga pul berish. Men sizga 3.500 ming so'm chiqarib beraman. Arizangizni tezlashtiraman. Kod keladi, ayting degan odamlardan ehtiyot bo'ling. Rasmiy to'lov uchun begona odamga karta taqami, PIN kod, SMS kod, pasport nusxasi va shaxsiy kabinet paroli berish mumkin emas. Haqiqiy yordam rasmiy ariza va rasmiy organ orqali bo'ladi. 4-xato. Hamma narsani kechiktirish. Agar ariza muddati bor bo'lsa, uni o'tkazib yuborsangiz, keyin men bilmagan edim deyish foyda bermaydi. Ayniqsa bolalar nafaqasi, moddiy yordam, kompensatsiya, nogironlik hujjati va ish haqi bo'yicha e'tirozlarda vaqt juda muhim. Men birinchi navbatda xotirjam, lekin faol bo'lishni tavsiya qilaman. Xotirjam bo'lish degani mish-mish ortidan yugurmaslik. Faol bo'lish degani esa o'z hujjatini, o'z maqomini va o'z to'lovini tekshirish. Agar sizga haqiqatan ham pul tegishli bo'lsa, uni olish uchun asos bo'lish kerak. Asos esa hujjat, ariza, rasmiy ro'yxat va to'g'ri hisob-kitob orqali ko'rinadi. Agar siz pensioner bo'lsangiz, pensiya miqdoringiz qayta hisoblanganmi? Qaysi sanadan kuchga kirgan? Farq puli bormi? Shuni so'rang. Agar siz nafaqa olsangiz, nafaqa turi, muddati va oilaviy ma'lumotlar yangilanganini tekshiring. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, buxgalteriyadan ish haqi varaqasini oling. Unda asosiy oylik, ustama, soliq ushlab qolishlar va qo'lga tegadigan summa ko'rinishi kerak. Agar siz bolali oiladan bo'lsangiz, mahalla yoki ijtimoiy himoya organidan arizangiz holatini so'rang. Agar sizga rad javob berilsa, rad sababini yozma oling, chunki sizga mumkin emas degan og'zaki gap yetarli emas. Nega mumkin emas? Daromad yuqorimi? Hujjat yetishmayaptimi? Oila tarkibi noto'g'rimi? Muddati o'tganmi? Mana shu sababni bilsangiz, keyingi qadamni to'g'ri qilasiz. Demak, 1 iyuldan boshlab ayrim to'lovlar, ish haqi, pensiya, nafaqa yoki kompensatsiyalar bo'yicha o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Lekin 3.500 ming so'm degani hamma odamning kartasiga bir xil va avtomatik tushadigan pul degani emas. Bu summa ayrim toifalarda bir martalik yordam, bir necha oy uchun qayta hisoblangan farq. Oilaviy umumiy tushum yoki yil davomida yig'iladigan qo'shimcha daromad sifatida paydo bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l, rasmiy manbani tekshiring, hujjatlaringizni tartibga soling, bank kartangizni tekshiring, tegishli tashkilotga yozma murojaat qiling va hech qachon shaxsiy kodlaringizni begona odamlarga bermang. Shunda siz o'zingizga tegishli pulni o'tkazib yubormaysiz va ortiqcha vahimaga ham tushmaysiz. Sizningcha 1 iyuldan keyingi o'zgarishlar oddiy odamlarning hayotiga haqiqatan yordam beradimi? Izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling
va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimningdir o'ziga tegishli pulini vaqtida olishiga sabab bo'lishi mumkin.